Assalomu alaykum azizlar. Hozir ajoyib ovqat tayyorlaymiz. Hozir kartoshkalarni yaxshilab yuvib olib, artib olamiz. Piyozni ham artib to'g'rab olamiz. Mana azizlar, artib oldik. Endi piyozlarni yaxshilab to'g'rab olamiz. Piyozlarni to'g'rab oldim. Endi kartoshkalarni to'g'rab olamiz. O'rtasidan bo'lib, shu shaklda to'g'rab olamiz. Bolgarlarni ham, bolgarskilarni ham to'g'rab olamiz. Shu shaklda to'g'rab olamiz. Mana yog' qizidi. Endi piyozlarni so'ramiz. Tuz, ziravorlar ham so'ramiz. Piyozimiz yaxshi qovurildi. Endi bolgarskilarni so'ramiz. Yaxshilab qovurilib bo'ldi. Endi kartoshkalarni so'rashdan bo'ladi. Yaxshilab qovurib olamiz. Kartoshkalarni ham. Kartoshka qovurilib bo'lguncha bizga qiymamizga ozgina guruch solamiz. Tuz, ziravorlar, bitta chesnokni maydalab solib, hammasini yaxshilab aralashtirib dumaloqlab olamiz. Mana kartoshkalar yaxshilab qovurilib oldi. Endi qozonga qozonga suv sovordik. Karom solishi ham hisobga olib suv solamiz. Karom ham botishi kerak. O'rtacha suv solish kerak. Juda ham ko'p ham emas, kam ham emas. Karomni ham to'g'rab oldim. Endi buni ovqatga sovoramiz. Karomni ham solib oldim. Endi qiymalarimizni dumaloq shaklda hammasini qilib olamiz. Mana azizlar, ovqat juda chiroyli qaynayapti. Endi yaxshi qaynab bo'lgandan keyin dumaloqlangan qiymalarimizni sovorsak bo'ladi. Mana azizlar, ovqatimiz Mana azizlar, krelaklarni soldik. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Hozir sizga ko'rsataman. Mana azizlar, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali. Karom bilan kartoshkalari hammasi birgalikda juda ham mazali ta'm berdi.